Bugun barcha sohalarda islohotlar ko'lami keng quloch yozmoqda. Viloyatimiz shahar va tumanlarda olib borilayotgan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari natijasida hududlar ko'rkam qiyofa kasb etmoqda. Birgina aholiga kommunal xizmat ko'rsatish, ya'ni iste'molchilarga tabiiy va suyultirilgan gaz mahsulotini yetkazib berish borasida Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali, Payariq tuman gaz ta'minoti va Samarqand shahar gaz ta'minoti bo'limlari tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi sharhimiz mavzusi shu haqda. Payariq tumanida 65 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, shundan 32 tasi tabiiy, qolgan 33 tasi suyultirilgan gaz ta'minotiga moslashtirilgan. Mavjud mahallalarda 59 mingdan ortiq iste'molchi bo'lib, 17.116 tasi tabiiy va 41.807 tasi esa suyultirilgan gazdan foydalanishadi. Tumanda iste'molchilarni bir maromda tabiiy gaz bilan ta'minlash uchun 4 ta, ya'ni Payariq 1, Payariq 2, Yangiqo'rg'on hamda Shimoliy gaz taqsimlash stansiyalari orqali tabiiy gaz tumandagi mavjud 97 ta yuqori bosimli hamda 554 ta o'rta bosimli gaz taqsimlash qurilmalari orqali aholi va ijtimoiy soha obyektlariga yetkazib beriladi. Chelak shaharchasi aholisini bir maromda tabiiy gaz bilan ta'minlashni yaxshilash maqsadida Yangiqo'rg'on gaz taqsimlash stansiyasidan kelayotgan 1 kilometr 100 metr gaz quvuri rekonstruksiya qilinib, bo'yoqlash ishlari bajarildi. Xo'ja Ismoil mahallasidan o'tuvchi har xil diametrdagi uzunligi 2 kilometr yer usti gaz quvurlari esnik jihatdan tartibga keltirildi. Hududda joylashgan gaz taqsimlash qurilmalarida navbatdagi taftish ishlarini bajarish boshlab yuborildi. Pirovardida iste'molchilarga tabiiy gazning yetib kelishi yaxshilandi. Payariq tuman gaz ta'minoti bo'limi mutaxassislari belgilangan muddatlarda iste'molchilar xonadonlarida bo'lib, gaz hisoblagich va gaz uskunalarini texnik ko'rikdan o'tkazib, aholi orasida texnika xavfsizligi borasida tushuntirish va targ'ibot ishlarini olib borishadi. Bugungi kunda Samarqand shahrida ham aholini uzluksiz tabiiy hamda suyultirilgan gaz bilan ta'minlash maqsadida bir qancha amaliy ishlarga kirishilgan. Xususan, shaharning Do'stlik mahallasida ham aholiga qulaylik yaratish maqsadida gaz taqsimlash stansiyasi qayta ta'mirlandi. Bu orqali esa mazkur mahalla aholisi uchun anchagina qulaylik yaratildi. Hozirgi kunda Samarqand shahrida ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Shundan bir Do'stlik mahallasini oladigan bo'lsak, mana katta gaz taqsimlash punktini yangiladik, o'zgartirdik. Xalqqa bir me'yorda gaz taqsimlab berish uchun yangilab, hozir sinovdan o'tkazilmoqda. Hozircha effekt beryapti. Bu mahallani tugatdik, endi qo'shni mahallaga ham o'tmoqchimiz. Shu masalan gaz taqsimlash punktlarini almashtirib, ekonomik harakalar qo'yib, xalqqa ekonom qilish, xalqni tejamkorligiga bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda hozirgi kunda. Samarqand shaharimizda obshi 145 mingta tabiiy gazdan foydalanuvchi iste'molchilar mavjud. Ulgurji iste'molchilar 4150 ta, u yuridik tashkilotlar hisoblanadi, oqma gazdan foydalanadi. Hozirgi kunda shaharimizda gaz bir me'yorda yetkazilib berilyapti. Yil yakuniga bo'yicha 2 bosqichlikka o'tkazish bo'yicha ishlar boshlandi. Gaz taqsimlash punktlarini har bir xonadonga отдельный reduktor qo'yiladi, gerpicha deyiladi, u reduktor qo'yilyapti. Masalan, gaz taqsimlash punktlari qisqartiriladi, ekonom qilinadi, ana o'techkalar yo'qoladi, misol ko'p joyda. Shu bo'yicha ishlar boshladik. Keyin gaz tarmoqlarini rixtovka, kraskalash, bo'yoqlash ishlari boshlayapmiz. Gaz taqsimlash punktlarini reviziya qilinish boshlandi. Albatta, bugun har bir sohada amalga oshirilayotgan islohotlar borki, bularning bari aholiga munosib turmush sharoitini yaratish kabi ezgu maqsadlarga qaratilgan. Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan ham aholini turmush farovonligini yaxshilash hamda tabiiy va suyultirilgan gaz mahsulotlari bilan ularni ta'minlash asosiy maqsad qilib olingan.